Va nihoyat yetib keldim do'stlar. Tanishing, bu video montajni yorib yuboradigan kamina. Men hozir Koreyani eng qimmat va eng boy odamlar yashaydigan joyda turibman, ya'ni Gangnamda. Biz hammamiz bilgan o'sha Oppa Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Qo'shig'i klip olingan joyda turibmiz. Va men bu yerda umrimdagi eng katta tavakkallardan birini qilib ko'rmoqchiman. Ya'ni bu yerda 24 soat davomida umuman pul ishlatmasdan yashab ko'rmoqchiman. Hozir soat ertalabki 10 va biz o'z sayohatimizni boshladik. Oppan Gangnam Style. Ertalabdan birinchi qiladigan ishimiz ko'chalarni aylanib chiqish bo'ldi. Chunki menda umuman boshqa g'oya yo'q edi. Ko'chalarni aylanaverib sizga nimalarini tushuntirib berdim. To'g'risi, Koreya haqida bilgan ma'lumotlarimni aytdim desam ham bo'ladi. Keyin esa nima qilishni bilmay, oxiri binolardan zerikib ketdim va kallamga o'sha paytda nogahon bir fikr kelib qoldi. Mana shu juda ham baland binoni ichiga kirib, bilmayman qanaqa joy. O'sha yerdan sizga shaharning manzarasini ko'rsatmoqchiman. Kamerani o'chirib turaman, chunki mumkin emas kamera bu. Binoning ichiga kirdim. Bu yer bir o'sha moliyaviy bir ishlar qilinadigan joyga o'xshayapti. Hozir liftning oldiga keldim. Lift bilan eng tepa qavatga chiqishga harakat qilib ko'ramiz. Eng tepasiga. Bu yerda meni ikkita opa ham kuzatib turishibdi. Bilmayman qanaqa bo'lgan. Ana bu yerda milisa ko'rib qoldi kameramni. Hozir qochishimiz kerak, milisa kelmasdan oldin qochamiz. Ay. 나 지금 너한테 전화하려고 그랬었는데 내가 저기 엘리베이터니까 바로 전화할게. 16 etaj. 16 etaj keldik. 16. 16 emas ekan, uzr. Men undan ham tepaga chiqdim. Ana akalar chiqayotgan ekan, o'shalarga qo'shib chiqib oldim va men hozir 23-etajda turibman. Bir to'y marosimlar bo'ladigan joyga o'xshayapti. Odamlarning ovozi juda ham ko'p eshitilyapti. Endi aylanamiz. Xuddi bir to'yxonaga tushib qolganga o'xshayman. Binoni qo'riqchilar turibdi. Ularga iloji boricha ko'rinmaslikka harakat qilishimiz kerak, chunki biz taklif qilinmagan mehmonmiz. Bu yerda ketdi, mana boshlandi. Majlis bo'lyapti, qanaqadir katta kompaniyaning majlisi bo'lyapti. Ofis. Qarang mana, salomlashdi, qarang. Boshliq salom berdi, uning orqasidan hamma birgalikda salom berdi. Mana bu yerda Koreyani madaniyati. Baribir o'zimiz madaniyatimiz yaxshi, lekin bularnikini ham tan olib ketishimiz kerak. Endi pastga tusha qolayman. 24-etajga chiqdik. Bu yerda biz kutgandek balov ham yo'q ekan. Balov ham yo'q bu yerda. Ketdik birga qarab. Bu bino bo'lmadi. Menga yoqmadi bu bino. Bu moliyaviy markazga o'xshaydigan bino ekanda. Lift qarang. 24-etajdan 1-etajgacha qancha tushadi? 14. Lift payti vazningizni yo'qotasiz-ku, yana vazningiz qaytib keladi-ku o'zingizga. Ana shu yomon bilintirdi mana shu yerda. Yomon bilinar ekan. Endi davom etamiz yo'limizda. Boy shahar dedimi? Boy shahar. Shunchalik puli ko'payib ketganki bularni ko'chada liftlar qo'yib tashlagan. Shunaqasi. Ko'chada lift. Qarang, pul ko'p bo'lsa ham yomon-da. Pul ko'p bo'lsa ham yomon ta'sir qiladi odamga. Shuning uchun pulni ko'paytirmaylar. Pulni ko'paytirmaslik kerak. Mana bu akamiz hali ham turibdilar. Agar pullari bo'lsa yordam qilinglar o'sha akamizga. Hali ham turibdilar bechora. Mana bu yerda bir gal odamlar kutib o'tiribdi. Nimaga kutib o'tirganini bilasizmi? Bilsangiz yozib keting kommentariyada. U yer do'stlarim. U yer sigaret chekadigan zona. Mana Gangnamda bu yerda o'z Koreyaning boshqa qismlarida ham shunday jamoat joylarida, ko'chalarda sigaret chekish mumkin emas. Shuning uchun bu yerda
o'sha sigaret chekadiganlar uchun maxsus joylarni yaratib qo'yishgan. Faqat sigaret chekadigan joy bu, o'sha yerga borib chekib, chakib, yana qaytib kelaveradi. Opa ham men bilan bir qarab o'tiribdilar. Hozir opaning yoniga borib ko'ramiz. Tavakkal. Ayo. Ramazon oyi, ro'za mumkin emas. Binoyimizda hozir 15-etajda mana shunaqa o'tirish uchun joylar qilib qo'yilgan ekan. O'sha yerda o'tirib, biroz damni olamiz, charchadik. Bilmayman bu yer qanaqa joy. Lekin ishchilari menga qarab o'tib ketyapti. Mana bu yerda iftorlikka deb men uchun narsalar ham qo'yib qo'yishgan. Rahmat qarang, shunchalik e'tiborni qarang. Asta ketdik bu yerdan. Kitoblar ham bor ekan, qaraman. Asta ketdik, qochamiz. Chunki bunaqa joyga o'xshaydi. Ya'ni do'stlar, Koreyada yuzni plastik operatsiya qilish juda ham rivojlangan. Va bu yerda shunaqa bir statistika borki, ayollarning 20%, barcha ayollarning 20% o'z yuzini qaysidir qismini plastik operatsiya qildirgan bo'ladi. Shuning uchun koreyslar chiroyli bo'ladi-da, qizlar. Va men hozir kelgan joyim adashmasam xuddi shunaqa joy, ya'ni plastik operatsiya o'tkazadigan joy edi. Ko'rdingiz? Hamma sharoitlarni yaratib qo'yishibdi bemorlarga. Taksini qarang, taksi. O'layda. $40,000 moshlar taksida yuribdi. Obbo koreyslar. Aynan bolalar uchun ketdi. Davom etamiz. Men sizga hozir bitta zo'r joyni ko'rsataman. Men o'zim ham Koreyaga birinchi kelgan paytim juda ham hayron qolganman. Siz ham hayron qolasiz. Bu joy yer ostida joylashgan bozor edi. Gangnamda yer narxlari shunchalik darajada qimmatki, yerning ustida bozor qilishga joy topilmasdan, yerning osti, ya'ni katta mashinalar yuradigan yo'lni tagida bozor qilib tashlashgan va o'sha yo'ldan siz to'g'ri metroga ham o'tib ketsangiz bo'ladi. Eng qimmat joyida aylanib yuribmiz. Hozircha hammasi yaxshi ketyapti ishlarimiz. Hozircha hammasi yaxshi. Mana bu orqamda turgan do'kon. Mana ko'rishingiz mumkin, nomi ham yozilgan, Olivia deb yozilgan. Bu Koreyadagi eng katta va eng ishonchli kosmetika do'koni hisoblanadi. Bu yerda sotiladigan narsalar hammasi sifatga javob beriladi. Hozir mana shu do'konga kirib, eng qimmat narsalarni sinab ko'ramiz. Albatta, eng qimmat kosmetika do'koniga kiryapmiz. Hozir chegirma ketyapti. Juda ham katta chegirma. Hozir men sizga do'konni umumiy tuzilishini ko'rsatib beraman. Mana bu chegirmali mahsulotlar eksport 29,000 bo'pti. Mana bu yerda ham chegirmali mahsulotlar bor. Hammasi chegirmali. Samsungning nimasi, yuzga surtadigan mana niqoblar eng zo'rlari, koreyskiy eng zo'rlari aynan mana shu yerda joylashgan. Hozir bitta ko'rib chiqamiz qismlarni, bu do'kondagi qismlarni. Mana bu teriga surtadigan narsalar. Agar sizga biron nima kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytsangiz, topib berishadi. Mana bu yigitlarniki. Qarang mana. Mana bu yerga qarasangiz, Tryme deb yozilgan. Bu nima degani? Siz hozir mana shu yerdagi hamma narsani ishlatib ko'rishingiz mumkin.
Tushunyapsizmi? Maskani o'zingizga qo'yib ko'rasiz. Atirni ham sepib ko'rasiz. Hozir mana birortasini ishlatib ko'raman. Yuz uchun. Yuzim cho'ta. Yaxshi emas o'shani. Hozir eng qimmat 100 gramini sinab ko'ramiz. Bu yerda shunaqa bir marketing qilishadiki, biror kim biror narsa sotib oladigan bo'lsa, mana do'konda ishlaydigan ishchilar bor-ku, hammasi birdaniga rahmat deydi. Juda ham qiziq shu narsa. Qarang mana. Oppalaga qarang. Shu payt aytmaydi-da endi. Aytsangiz zo'r bo'ladi. Bitta narsa sotib oldimi birorta odam, hammasi birdaniga rahmat deb bunday boshini bunday qilib qo'yadi. Bu ham marketing. Ana ularni boku o'g'illigini ham, qizligini ham bilmaydi. Qarang. Bilmayman qayerlik, yaponiyalikmi xudo biladi. Cho'giyo. 사장님 샴푸 어디 있어요? 네? 샴푸. 샴푸요 이쪽으로 드릴게요. 샴푸 지금 브랜드별로 구해야지. 아, 이거 따시거든요. 지금 감사합니다. narxi bu rostdan arzon bo'libdi lekin. Rostdan. Men Pantene bor-ku. Pantene originali 8000 won. 80 ming degan o'zbek tilida. O'zbekda. Mana Head and Shoulders'ni originali juda ham qimmat edi bu, $50 edi. Rostdan ham arzon bo'libdi, 10 ming bo'libdi. Kelish kerak bu yerga. Kattasi, oppa. Head and Shoulders kattasi 10 ming. 100 ming bo'ladi O'zbekistonda. Buni men ko'rganimda, birinchi kelgan paytim, Koreyaga birinchi kelgan paytim men shampuni ko'rgandim. Bir $50'midi shunaqa atrofida edi. Yomon arzon bo'libdi. Bitta olishimiz kerak, lekin biz pul sarflay olmaymiz, shuning uchun olmaymiz. Eng qizig'i kosmetika do'konlarida do'stlar. Oziq-ovqat qismi ham bor. Bu yerda faqatgina o'sha yuzingizga foyda tegadigan oziq-ovqatlarni sotishadi. Yuzingizga dietetический ovqatlar sotiladi. Mana bu Lactofit. Koreyadagi eng zo'r vitamin. Bitta ichsangiz, uje barcha kasalliklar chiqib ketadi. Vitamin. Mana anorning suvi, tabiiy anorning suvi juda ham zo'r narsa, yurakka foyda. Yurakka foyda. Mana bu yerda ichimliklarni qarang. Mana bu narsani qarang mana. Ano vazichani ichida vinoni solib qo'yishgan va vinolar ham bor. Kosmetika magazinda vino. Mana bu Koreyaning eng mashhur bo'lgan narsasi. Bu nima deysizmi? Bu quritilgan. Ya'ni quritilgan mana bu Dunkin. Quritilgan strawberry. Qulupnay. Quritilgan olma, mana bu yerda mevalarning quritilgan variantlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Qisqasi shunaqa gaplar. Birorta bir bepul narsa yo'qmi? Biz pul sarflay olmaymiz-ku. Pul sarflay olmaymiz. Mana bu yerda sochlarni qiladigan narsalarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi juda ham arzon bo'libdi. 8000. Mana bu opadagi sochlar, qarang. So'ra bu yerga juda ham ko'p odam keladi. Hamma koreyslar deyarli mana shu yerdan kosmetikasini oladi. Shuning uchun mana hisoblaydigan joylar bo'ladi-ku, counter deydi ingliz tiliga, to'g'rimi? Kassa. Kassada mana shunaqa очередный qilib joylashtirilgan. Kassani qarang. Agar biror nima sotib oladigan bo'lsangiz, mana bu yerda sovg'alaringiz ham bor. Просто так ajoyib biznes. 카메라 이거 촬영하시면 안 돼요? 아, 너무 웰컴 아니요? 미안해요. 카메라 mumkin emas ekan. Endi aytishib qoldim. Kamera mumkin emas ekan, asta chiqib keta qoldim.
24 soatli umrimning atiga 1 soatini 15 daqiqalik videoga zo'rg'a sig'dirdim. Montajga ko'p vaqt sarflaganim yo'q, chunki o'ylashimcha sizga video montajdan ko'ra men qilgan ishlarim va borgan joylarim qiziqroq. Kun davomida peshin namozini o'qish uchun qayerga borganim va o'zim bilmagan holda millionerlar davrasiga tushib qolganim haqida bilishni xohlasangiz, keyingi videoni kuting. Sizlar bilan tavakkal qilishni yoqtiradigan yangi bloger bo'ldi.